Assalomu alaykum hammaga. Bugun juma 26-sentyabr. Crest bazasiga keldim. Ertalab kelganmiz. Dokumentlarni topshirib, dushanba kuni 13:40 ga test vojdeniyaga yozildim. Xudo xolasa dushanba kuni testlardan o'tib, vojdeniyadan o'tib, natijasini qo'yaman. Kuzatib boringlar, kimgadir qiziq bo'lsa agar. Test drive shu Crest bazasidagi mashinalarda bo'lar ekan. Основной shu Volvo, DAF, Merz, Ford. Shu основной Volvo ekan. Mana hozir nastavniklar bilan olib chiqib ketyapti bolalarni test drive'ga shaharga. Birin-ketin mana shaharda ko'rar ekan, qanaqa binada, qanaqa opti bor, qanaqa darajada. Agar yaxshi bo'lmasa, sraz отказ qo'ymaydigan. Обученияsi ham bor ekan, o'rgatar ekan, qo'yib berar ekanda xullas. Xudo xolasa ulgurmay qoldim men, просто bugun juma ham bo'lar ekan, tez vojdeniyalari kecha payt yeganim uchun ulgurmadim. Men dushanbaga qolib ketdim-da. Assalomu alaykum hammaga. Bugun juma 26-sentyabr. Crest bazasiga keldim. Ertalab kelganmiz. Dokumentlarni topshirib, dushanba kuni 13:40 ga test vojdeniyaga yozildim. Xudo xolasa dushanba kuni testlardan o'tib, vojdeniyadan o'tib, natijasini qo'yaman. Kuzatib boringlar, kimgadir qiziq bo'lsa agar. Test drive shu Crest bazasidagi mashinalarda bo'lar ekan. Основной shu Volvo, DAF, Merz, Ford. Shu основной Volvo ekan. Mana hozir nastavniklar bilan olib chiqib ketyapti bolalarni test drive'ga shaharga. Birin-ketin mana shaharda ko'rar ekan, qanaqa binada, qanaqa opti bor, qanaqa darajada. Agar yaxshi bo'lmasa, sraz отказ qo'ymaydigan. Обученияsi ham bor ekan, o'rgatar ekan, qo'yib berar ekanda xullas. Xudo xolasa ulgurmay qoldim men, просто bugun juma ham bo'lar ekan, tez vojdeniyalar kecha payt yeganim uchun ulgurmadim. Men dushanbaga qolib ketdim-da.